Sistit, shamollash, kista miyomani boshlang'ich etaplari, eroziya, qolaversa farzandli bo'lishga qiynalayotgan ayollarimiz uchun Yaponiyada ishlab chiqarilgan, sizlar uchun mana shunaqa Courage brendi ostida chiqarilayotgan shpritslarimizni ichida geli bilan tavsiya qilamiz. Bu mahsulotimiz bizga Yaponiyadan kirib keladi. O'zini sertifikatiga ega, ichida mana bunaqa shprits ko'rinishidagi gel mahsuloti bo'ladi. Rosa shovqinbodda eshitilyaptimikan ajabo? Ichida 6 ta flakon bo'ladi. Sizga bu bir martalik ishlatishingiz uchun 6 ta yetarli darajada maxsus g'ilofga o'ralgan. Qolaversa, ko'rib turibsizlar, ustida qopqog'i ham bor, juda ham akkuratli ishlab chiqarilgan. Buni olasiz va vaginalni yuvoriladi. Bemalol ayollarimiz o'zlarini qiynayotgan muammolarini aynan mana shu bir dona mahsulot bilan hozir juda ham foydasini ko'rishayotgan ekan. Kimga kerak bo'lsa, bemalol yozsanglar bo'ladi, biz sizlarga dastavka qilib beramiz. Hamma uchun narx